$38,500 kirib yashashga tayyor bo'lgan muzeyli texnikali uyimiz sotuvda joylashgan joyini bitta tushuntirib o'tamiz. Metro liniyasi ketib qolmasdan metroni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana metro liniyasini yonida joylashgan. Bu tomonda ko'rishlaring mumkin. Qo'yliq katta bozori mana shu yerda joylashgan. Qo'yliq metro stansiyasi bu yoqda. Bu tomon Abu Sahiy Sergeliga ketish yo'li. Mana shu Qo'yliq ota masjidini yonboshida joylashgan 7 etajli g'ishli domni 3-etajdan bahonali uyni ko'rsatamiz. Shunaqa kompleks bo'lib tushgan ekan. Bu yoqda bolalar maydonchasi, kottejniy garodok ham bor ekan. Uyimizni asosiy xonasidamiz. Zal o'tiradigan xona qilib qo'ygan. Ko'rishlaring mumkin. Hamma narsasini sig'dirgan ekan. Bu yoqda balkonimiz ham bor. 1/3 hovlini ko'rinishi mana shunaqa ekan. Bu yoqdan chiqqanimizda podyezddan kirish eshik, отдельно bitta holchi. Bu yoqda sanuzel joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda esa kuxnya joylashgan. Mana shu kuxnyani bu yoqqa qo'yib, bu yoqda bitta balkonga chiqadigan panoramli eshik ham bor ekan. Bu uyimizning to'liq ma'lumotini описаниеga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.